Bugun meni o'g'lim oila boshi mustaqil qaror qabul qiladi, tanlov qilamiz. Oyi, yoshlar parda tanlaguncha o'tirib turishingiz yoki birgalikda tanlashingiz mumkin. Yo'q, nima qilaman? Yashaydigan ular o'zlari tanlashsin. Aniqmi? Albatta. Xo'p, mayli. Sizning ta'rifingiz bo'yicha biz shu modelni tanladik. Endi faqat rangini tanlash qoldi. Xo'sh, nima deysan sevgilim? Jonim, biz umumiy konsept tanlaymiz. Biz to'q ranglardan foydalanamiz. Bu bizning dizaynimizga juda ham mos keladi. Voy, kelin, kim uyga qora parda oladi? Nima, u bu kim o'lib qoptimi? Kelin, yoki sizda depressiya bo'lyaptimi? Yo'q, bu shunchaki... Ha, tushundim. Men yomon qaynonaman, bilaman. To'ylarini qilib berdim, kvartira olib berdim. Bular esa endi dafn marosimiga ham tayyorgarlik ko'rishyapti. Voy onam, nimaga bunaqa deysiz? Qanaqa dafn? Bolajonim, unda och ranglisini tanlaysan-a? G'ururim, quvonchim, onasini xafa qildirib qo'ymaydi hech kimga. Xo'sh, nima deysiz? Bilmadim, javob berishga qiynalyapman. Menga ikkala variant ham yoqyapti. Aytgancha, dizaynni allaqachon tasdiqlagandik-ku. Tasdiqlagandik, lekin och rangi ham yomon emas. Bizda hamma texnika to'q rangda. Derazalar, mebel. Ha, aytgancha, biz mebel ham buyurtma qilgandik-ku. Uf, aka, uyalmaysizmi? Shunchalik ham o'jarlik qilish shartmi? Rang, hurmatli mijoz, rang. Bilmadim. Javob berishga qiynalyapman. Oyijon, o'zinglar tanlashinglar mumkin degandingiz-ku. Voy, sho'rim qursin-a, bo'ldi. Men yolg'onchiman. O'g'lim menga qarshi. O'g'lim o'z onasiga qarshi chiqyapti. O'ziga xotin topib oldi, vassalom. Uni endi kerak. Voy oyi, u buni nazarda tutmadi-ku. Uf, aka, erkakchasiga hal qilsangiz-chi endi. Ko'ryapsiz-ku, oyim och rang xohlayaptilar. Rang. Jonim, ayting. Ha, bilmadim. Bir fikrga kela olmayapman. Shuni ertaga hal qilsak bo'lmaydimi? Nima xalaqit berayotganini bilaman. Iya. Endi-chi? Endi yaxshiroqmi? Rostdan ham. To'q ranglisini olamiz. Rostdanmi? Ha. To'q ranglisi rossa ham zo'r ko'rinar ekan. Juda xursandman. Hatto tasavvurimda ko'rishni boshladim. Men ham tasavvur qildim. Shu pardaga qarab, sen xursand bo'lishingni, farzandlarimiz ham to'polon qilib atrofimizda yugurib yurishini. 5 ta bo'ladi-a? 5 ta farzandmi? Men 3 ta bo'ladi deb o'ylagandim. Yo'q, 5 ta. Oyi deb baqirishadi. Onam bilan singlim mehmonga kelishganida ular bilan maza qilib o'ynashadi. Singlim turmushga chiqib farzandli bo'lganda bolalarimiz eng yaqin do'st bo'lishadi. Biz esa sen bilan ularga qarab xursand bo'lib o'tiramiz. Rahmat.